Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, YouTube kanal a'zolarimiz, bizning podpischilar. Xo'jalarning to'yxonasiga keldik. Xudo xolasa, egalarini topshirdik beri, devorlarni asta-sekin zetadilar xudo xolasa. To'g'rimizdagi qo'shiqchilarimizning sahnasi. Izzat qo'shiqlarni aytaveradilar xudo xolasa. O'ralar ham yanib turadi, har xil svetda yanadi. To'g'rimizdagi bu gelin giyamiz o'tiradi xudo xolasa. Mana görünüşleri. Polnisti MDF'den buldu. Üstünün fotonunu faydalanmayanda kestirdik bunu. Bella ortalar natijini bo'lgan korplar MDF'den buldu. Gipsokardon bilan solishtirganda gipsokardondan arzon tushdi bu. Gipsokardon qilib, keyin yana malyar qilsangiz, ikkisini pulni solishtirganda bu arzon tushdi. Örelerim polnisti yanadı. Balandligi 5 metr, 40 santimetre 40 santimetre bolup üzetildi. Evvelki duruşu plastikten edi, 60-60 edi öreleri. Şimdi bu erki pason boğan için öreleri köp oldu mu? Natijli oylarını bir satam kakıp verdim onu. Arzon narxlarda öte sifatlatib taxlab berdiler.